Assalomu alaykum Navoiy, men sizlarga bitta ajoyib ham yashasa, ham biznes qiladigan hovlimizni topib qo'yganman akalar, ko'rib turibsizlar, orqamizda turibdi. Akalar, kelinglar birinchi lokatsiyamizdan boshlasak. Akalar, shundoqqina bu yo'g'imizda nemislarning sirk turibdi akalar. Xo'p, bu tarafimizda esa Shodlik Iskra magazin, hamma biladigan Vodokachka dachalarimizdan akalar. Bitta ajoyib shunaqa shikarni hovlini topib qo'ydim akalar. Bu yoqda ham yashasalaringiz bo'ladi. Ham egalari sizlar uchun magazin qilib tayyorgina qo'yganlar akalar. Kelinglar, bo'lmasa bitta chiqarib ko'rib chiqamiz. Xo'p akalar, qaranglar, men nima uchun aynan biznes qilsalar ham bo'ladi, yashasalar ham bo'ladi dedim. Bu yoqda egalari shundoqqina magazin qilib qo'yganlar ekan, shunaqa katta magazin. Plus podvali ham bor akalar, ko'ryapsizlarmi? Xo'p akalar, qaranglar, bu hovlimiz 4,5 sotuvdan iborat. Mana shunaqa ajoyib proyektcha qilib qo'yilgan, bir etajli qilib. Akalar, bu yoqda bizda 3 ta xona, plus bu yoqda yana bitta katta zal ham bor. Xo'p akalar, buni olib o'tsak, bu yoqda bizda birinchi eshigimiz bu albatta hojatxona, ikkinchi sanitariya vanna, bunisi kuxnya, bunisi esa letniy kuxnya. Xo'p akalar, hovlimizni ko'rib turibsizlar. Вообще zo'rmi udarmi akalar? Bunaqa hovli, bunaqa lokatsiyada вообще kamdan kam bo'ladi akalar, ishoninglar. Xo'p akalar, xonadonimizda ichlariga e'tibor bermaysizlar, hali bitirilmagan, ko'rib turibsizlar. Buni video davomida ko'rdingiz. Azizlar, endi narxiga kelsak, eng shirin joyimi albatta bilasizlar, egalari 730 million so'm deydilar. Sizlar uchun tortishib savdolashib akalar, 710 ga ko'ndirdim. Qani akalar, aytinglar. Bu xonadonni olasizlar, yashanglar, biznes qilinglar, soqqani qilinglar akalar. Sizlar bilan har doim mana shunaqa ajoyib uylarni ko'rsatib boradigan Navoiy uylar agentligi. Sog' bo'linglar.